Assalomu alaykum, hurmatli baliqchilar. Karpoviy ishlatadigan ukalarimizga mana bunaqa karpoviy kadenziya yoki shunga o'xshagan katta hajmdagi katushkalarda ko'pincha remontga olib kelasizlar. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'rsatib beraman. Mana bu направляющийsi bo'ladi-da, bu yerda tishi bo'ladi mana bu yerda. Mana bu chervagi bor, latunoviy chervagi bo'ladi. Mana shu bu yuradigan mana bunaqa narsa bu mana. Ko'rsatib beraman, mana bunaqa narsa ko'rasizlarmi? Tishlarini. Mana shunda nima yuradi? O'sha chervak. Sizlar bu zaseb bo'lib qolgandan qattiq tortib nima qilasizlar, yo daraxtga ilakadi yoki katta nima bo'lganda katushkani qiynab aylantirib chiqarishga harakat qilasizlar-da. Mana bu chervagi joyida qotib qoladi. Mana bu ariqchasida bitta joyiga bunaqasiga turib qoladi, shu joyda aylanib mana bu latunni yedirib tashlaydi. Undan keyin sizlarni katushkanglar shuning uchun yurmay anaqa leskani bitta joyda o'raydigan bo'lib qoladi. Yoki mana bu yerda bular ishlab chiqazganda mana bu ko'rasizlarmi? Plastmassiy bo'ladi-da bunaqa joyi. O'sha qattiq rivog bo'lgan tish sinib ketib qolgan. Endi bu katushka bitta joyda aylanib turaveradi. Buni iloji yo'q. Nimaga deganda, xuddi shunaqa plastmassani topish muammo. Bitta aybi shu bo'ladi. Ikkinchi aybi keyin bitta joyda mana shu asosan 90% aybi katushkani o'sha zasebmi yoki kattakon musor ilakkanda tortib o'rab qiynab chiqazasizlarda bitta joyda turib mana bu tishi yedirilib ketadi. Shuning uchun agar katushkalar bitta joyda qotib qolganda qiynamasdan sirazi qo'lingizda iloji bo'lsa tortib chiqazib olinglar yoki pletyonkani kesib tashlanglar. Katushkani yechib qo'yib ustiga bersanglar, uni joyiga qo'yadi-da, mana bu tishi yedirilib ketmaydi. Yechib boshqatdan joyiga sal yoq-buyog'ini tachit qilib boshqatdan qo'yib qo'ysa yo to'g'rilab qo'yib qo'ysa, bu katushkalar yana ancha yil ishlaydi. E'tiboringlar uchun rahmat.